Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: Alloh taolo jahannamni yaratgan paytda, jannatni yaratganda Jabroil alayhissalom borib ularni ko'rib, keyin Allohga 2 rakat namoz o'qiganda 40 yil o'qigan emish. Alloh taolo keyin aytibdi ekanki, seni bu 40 yillik namozingdan oxir zamon ummatini 2 rakat xayolini toplolmay o'qigan namozi afzal. Chunki ular g'aybga iymon keltiradi deganimiz. Shu rivoyat sahihmi deydilar. Bu rivoyat botil. Bu rivoyat emas, o'zi odamlar to'qib chiqargan narsa. Bu na Qur'onda, na sunnatda sabit bo'lmagan. Va uning ma'nolari ham noto'g'ri. Bu gaplarni rivoyat qilib yurish ham nojoiz shuning uchun. Chunki birinchidan Jabroil alayhissalom 2 yil 2 rakat namozni 40 yil o'qidi deganda, bu namozlar, rakatlar adadi bizning ummatdagina sabit bo'ldi xolos. Ya'ni mana shunaqa rakatlik ma'lum bir namozlar. 2 rakatida, 4 rakatida degan gaplar. Bizning ummatdan oldin insonlarda bunaqangi rakatlik namozlar bo'lganligi uchratilmagan. Bo'lgan namozlar o'zlariga xos namozlar. Lekin aynan bunaqa rakat kayfiyatida bo'lmagan. Hozir bu jannat bilan jahannam yaratilganda deyapti. Ikkinchidan, Alloh taoloning haqqiga aytmagan narsasini aytishlik, Alloh buni Qur'onda shirkdan ustun qo'ygan. Va antaqulu alallohi ma la ta'lamun oyatida. Allohning haqqiga bilmaydigan narsalaringni gapirishlaring bu oyati tartibi bilan qaraganda hattoki shirkdan da keyingi o'ringa qo'ygan. Mana bu Allohning aytgan aytmaganligini bilmasdan turib nosahih bo'lgan rivoyatda shuning uchun ham Alloh aytgan ekanki Jabroilga, Alloh aytgan ekanki Muhammad alayhisalomga degan gaplarni rivoyat qilib yurish nihoyatda qattiq gunoh bu. Chunki Alloh nomidan gapirish bu. Innallazina yaftaruna alallohil kadiba la yuflihun degan. Alloh nomidan yolg'on to'qib gapiradiganlar hech qachon najotga erishmaydi. Farqi yo'q, u yaxshilikni to'qidimi, yomonlikni to'qidimi farqi yo'q. Allohning nomidan gapirdimi tamom. Uchinchidan, namozda xayollari to'plolmay o'qigan namozi ham yaxshi degani, mana bu gap ham mutlaqo shariatga teskari. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda o'zlari aytib qo'yganlar: "Laysa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha." Kishiga o'qigan namozidan aql hushini joyida qilib o'qigan namozdan boshqasi namoz emas deganlar. Endi qanday qilib uni Jabroilning namozidan da afzal deb o'tiradi? Mana hadisda aytayaptilar, sahih hadisda. Namoz emas deyapti. Xayol joyida bo'lmasdan o'qigan namoz, xushusiz, aql xushusi joyida bo'lmasdan o'qigan namoz emas deyapti. Bu namoz emas deb turganda endi uni Jibrilligidan afzal deyishligi mutlaqo to'g'ri kelmaydi. To'rtinchidan, Jabroil alayhissalomni bunaqa qilib yerga urilmaydi. Ya'ni bu haqorat u kishining sha'niga. 2 yil namoz 2 rakat 40 yil namoz o'qisa, endi bu xayol joyida o'qigan bir oddiy namoz, odam namozdan afzal bo'lib qolsa. Alloh taolo Jabroil alayhissalom haqida nima degan? Innahu laqawlu rasulin karim degan. Bu karamlik bir elchi. Muto' farishtalar tomonidan itoat qilinadigan elchi. Amin, ishonchli elchi degan. Zi quvvatin inda zil arshi makin, quvvatlik, arsh sohibining Allohning oldida makonati bor. Ya'ni obro'si, o'rni bor farishta degan. Endi shunday farishtani o'qigan namozi qanday qilib bir oddiy odam xayol joyida bo'lmay o'qigan namoziga mana bu teng kelmaydi deyiladi. Mana bu narsa shuning uchun aslida ma'nosi ham botil. Vallohu alam.